Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun biz o'tgan darsimiz mavzusi tuzning ta'limisi. Mundaq y tan k x qo'shgan l formulasi sizlar tonish 6-sinfda sizlar siziqli funksiya degan mavzuni o'tgan haftada shu haftada sizlar siziqli funksiyaning grafik tuziq bu uning formulasi y tan k x qo'shgan l turida berildi deb o'tdim. Endi bugungi darsimiz biz shuni texnik cho'nqurroq o'rgangan bo'lamiz bugun darsimizda. Endi mana shu to'g'risida to'xtalib o'tdik. Bu yerda k bu bizda bulung'uq koeffitsient. Bulung'uq koeffitsient. K bizda agar ijobiy son bo'lsa, bizda bu tuz ox o'qi bilan mayli qanday xayli qiymasin. Mana bizning tuzimiz. Bu tuz bilan ox orasida bo'lgan tar bo'lim bo'ldi. Agar bizda k salbiy son bo'lsa, u chaqda bu tuz ox bo'lim bilan keng bo'lim hosil qiladi. Aytaylik, unda qiydi. Shu chaqda ox orasidagi bo'lim bo'lib keng bo'lim bo'ldi. Endi sol k 0 tan voqasin bo'ldi. K 0 tan bo'lsa, u chaqda bizning tuzimiz ox o'qigani bo'lib perpendikulyar bo'ldi. Qandaydir bir yerda mana qiydi. Bu k agar 0 bo'lgan joyda ox ga perpendikulyar bo'ldi, mushtaq sizg'ili bo'ldi. Qiynoqda bundaq misollarni qarash turaylik. Qanaq bir a chekni bersangiz, a chekni 2/3 va bulung'uq koeffitsient 3 tan bo'lgan, ya'ni a chekni orqali o'tadigan bulung'uq koeffitsient 3 tan bo'lgan tuzning ta'limsiz bo'ladi. Tuzning ta'limsiz kerak. Uni qanday yozamiz? Onun uchun bunday formula yaxshi bilib olaylik. Y tan k transhilgan x ilgan x0 qo'shilgan y0. Bu yerdagi x0 ham y0 bu tuz o'tadigan qandaydir bir chekit. Chekitning nimasi? Koordinatasi. Demek bizde berilgan chekitimiz bor. Bulung'uq koeffitsiyentimiz bor. Undaqda biz tuzni tamomlaymiz. Y tan k o'rniga 3 ni qo'yamiz. X o'sib chiqadi. Ilgan x0 bizda. Bu bizning mana x0, mana y0. X0'imiz 2 tan, tarafimiz qo'shilgan y0 chekitimiz 3 tan. Endi buni ko'paytirib ochadigan bo'lsak, 3x ilgan 6 plus 3. O'xshashlarni jo'xtiraylik. 3x minus 6 plus 3 minus 3 bo'ladi. Demek berilgan tuzning tamomisi y tan 3x minus 3 ga teng bo'ldi. Endi biz bunday hisob misol qarash turaylik. Agar bizda ikki tal chekit bersa, a ya'ni 2/3 b chekiti aytaylik 6/9. Mo'shu ikki chekit orqali o'tadigan tuzning ta'limsiz ish kerak. U chaqda biz qanday qilamiz? U chaqda buni formula yaxshi bilishimiz kerak. X ilgan x1 x2 ilgan x1 teng y ilgan y1 y2 ilgan y1 deb mush formula orqali ifodalaymiz. Bu yerda x1 da y1 ham x2 da y2 qandaydir bir aytaylik chekitlardan nimlari koordinatlari. Demek bular bizga sonlar bilan berildi. Bize o'zgaruvchimiz faqat x bilan y. Qiynoqda mush misolni ish beraylik. Demek x o'sib chiqadi. Ilgan biz qolgan birisini x1 y1, ikkinchisini x2 y2 deb elishimiz kerak. Bu yerda biz a chekitning koordinati x1 da y1 deb olaylik. B chekit koordinati x2 da y2 deb olaylik. Bu ikisini o'rniga solib mesela bir şey qiyin chiqmaydi. Buni x2 y2 buni x1 y1 deb aksicha olsaqmi hisob durust chiqadi. X ilgan x1'imiz biz 2 tan, minus 2 ga bir qilib yozaylik. Yani biz x2'miz 6 tan. Tan y ilgan y1'imiz 3 tan, minus 3 deb yozamiz. Y2'miz bize 9 tan. Hesaplaylik. 6'dan 2 alsak 4 durustmi? Demek surda x ilgan 2 Məxricdə 4 buldu. Tən
Oң tarafta sözde y ilgan 3, məxrəci 9 3'dən alsaq 6. Hər şəkil kəsirinin məxrəclərini biz birdək sağ qısqartacaq bolu. Yəni 2 qısqartıb etəylik. Şu çağda bizə x ilgan 2, məxrəcin 2 təң sözde y ilgan 3, məxrəcin 3. Bunu heç nəsə biz tutamayız. Endi biz proporsiyon xüsusiyyətini paylanıb köpəytəylik. 3'ni köpəytimiz x ilgan 2'ye təң 2'ni köpəytimiz y ilgan 3'ge. Köpəytib açaylik. 3x minus 6 təң 2y minus 6 boldu. Endi minus 6 sanı ve minus 6 sanı özara 0'ga qısqaydı. Şu çağda bizim təğimiz 3x təң 2y. Biz bu yerden y tepetkili boldu. Yaki bu 2y'ni solga ötkizgi boldu. Şu 3x ilgan 2y təң 0 deb mundaq yazığı boldu. Yaki muş yerden biz y'den 2'den 3x desek mi boladı. Demek şuna biz belirgen 2 çekit arka ötüdüğün tüzünün təğlimesini yazdık. Ular y'den 2'den 3x desek bolu. Yaki 2x ile 3y təң 0 desek mi boladı. Yani akırık misal qarsak, bu bizde tüzünün umumi təğlimesi. Tüzünün umumi təğlimesi deyini bu. Tüzünün umumi təğlimesi deyip ax koşulgan by koşulgan c təң 0 türdüğü təğlimini tüzünün umumi təğlimesi deyir. Tüzünün umumi təğlimesi. Yani müşahit bizde oluşan mümkün. Bu ikisi iki türlük mü? Yok. Bu ikisi iki türlük emas. Eğer müşahitimiz b y kaldırsak təң 10'ga ötkenliğin bol minus ax minus c bol. Y tip üçün biz her şekil tarafına b bölümüz. Şu çağda bizde təğimiz y'ten minus a bölüngen b x minus c bölüngen b bolu. Müşahidin demek imkanı bolu k bizde minus a bölüngen b'den l'miz minus c bölüngen b'den. Yani y'ten k x koşulan l türde bu bize tüzün təğlimesi. Ax koşan b koşan c bu tüzünün umumi təğlimesi. Ve her şekilsi oxşar. Demek k'ni mundaq tapqıl bolu, l'ni mundaq tapqıl bolu. Demek bu yerda biz yenim qılıq tüzünün umumi təğlimesinde y'ni x arqılı ifadelep y'den kx koşulan l türde izvalğılı boladı. Endiki növbette bize gerek tüzümüz qanaқты bir grafik uslubu gösterdiğim bolsa, bu tüzünün təğlimesi yani qana yazılı bolu. Bir yerden buna form belirleyişimiz gerek. Eğer karın teşvikte qanaқты bir tüz qanaқты bir karın oqlarını a ve b çiftleri qiydan bolsa, o çağda bu tüzün təğlimesi buna yazılı bolu. X bölüngen a qoşulan y bölüngen b təң 1 deb mundaq türü yazılı bolu. Demek bergen alette biz bu təğlimde yazımız x bölüngen minus 5 qoşulgan y bölüngen 2 təң 1 deb yazımız. Yani müşahidimiz tüzünün umumi türge kelpsek bolu. Tüzünün təğlimesi umumi türge. Onun için bakımız umumi məxrəci qançaydan 10'a təң 10 köpəyet verimiz. 10 köpəyetsek b-qa 2 digido. 10 köpəyetsek 5 digido. b-qa 10 digido. Demek ne bezil bolu? Minus 2x qoşulgan 5y təң 10'a. Endi biz bu 10'u sol tarafı ötküzeli minus 2x qoşulan 5y minus 10 təң 0. Biz ne qılıq? Tüzünün umumi təğlimesini aldık. Endi tüzünün y təң kx qoşulan l türü diziz üçün biz onun için y'ni x arqılı ifadeleşimiz gerek. Bu bize tüzünün umumi təğlimesi ketdi. Endi müşahidin biz y'ni x arqılı ifadelesek 5y təң minus 2x 10 ötkeni 2x boldu. Qoşulgan 10 boldu. Şunaqmı? 1 5 bölüdüğümüz y'ten 5'ten 2x qoşulgan 2 de bundaq türde yazılı boldu. Demek bizim bulunma koefisiyentimiz k'ten kaç boldu? 5'ten 2. K biz icabi san, ma özüne görürsüler bu tüz ben ox arası doğru bol, tar bulun mana. Edik növbette iki tüzün özara oruluşunu qarıştıraylı. Qanaqda iki tüz birisindeyli, yani umumi təğlimesi a 1 x qoşulgan b 1 y qoşulgan c 1 təң 0 bir tüz birisin. İkinci tüzümüz a 2 x qoşulgan b 2 x qoşulgan c 2 təң 0 degan tüzün umumi təğlimesi birisindeyli. Bu iki tüz qana orunuşqan. Bir yerdə bunda halatla qarşılığım oldu. Eğer a1 bölüngen a 2 təң
B1 bölüngen B2 teң C1 bölüngen C2 bolsa, bu iki tüz özara betleşidi. Betleşidi degan söz, qanday bir tüz sızsaq, ikinci tüzmü yana mush tüzning üstüge kelib nima qilib tushidi degan söz. Bu bizni birinchi holat. Ikkinchi holat, agar A1 bölüngen A2 teң B1 bölüngen B2 teң emas C1 bölüngen C2 bolsa, bu çağda bu iki tüz özara nima bo'lib paralel bo'ldi. Üçüncü holat, agar A1 bölüngen A2 teң emas A2 bölüngen B1 bölüngen B2 bolsa, o'sha bu ikki tüz nima qilib o'zaro qiylashadi. Agar bizda to'rtinchi holat A1 bölüngen B1 ko'paytirilgan A2 bölüngen B2 teң -1 bolsa, bu joyda bu ikki tüz o'zaro bo'lib perpendikulyar bo'ldi. Endi navbatda biz agar ikki tüz mundaq turib berilsa, y1 deylik, k1 x qo'shilgan l1 y2 teң k2 x qo'shilgan l2 deb mundaq turib berilsa, bu yerda hech qanday qiyin emas. Agar k1 soni bilan k2 soni teң bo'lib, l1 soni bilan l2 soni teң bo'lsa, o'chadi bu betlashidi. Qisqartib yozaylik. Agar bu birinchi holat, ikkinchi holat shu. Agar k1 soni bilan k2 soni teң bo'lib, l1 soni bilan l2 soni teң bo'lmasa, bu joyda parallel bo'ldi. Uchinchi holatda agar bizda k1 soni k2 soni teң bo'lmay qolsa, bu joyda qiylashadi. To'rtinchi holatda bizda k1 ko'paytirilgan k2 teң -1 bo'lsa, o'zaro perpendikulyar bo'ldi. Qanaqda bundaq misol ishlaylik. Qanaqda bir m-chik bersin deylik. 2-3 m-chikni orqali o'tadigan ham y-dan aytaylik 3x - 5 tüzge paralel bo'ldigan. Tüzning tengimiz kerak. Tengimizini yizinglardısın deylik. Yani qaytarib beray. M 2-3 chekni orqali o'tadigan ham y-dan -3x 5 tüzge paralel bo'lgan tüzni tengimiz yizinglar. Demak, bizning bir tüzimiz y-dan 3x - 5 teң. Ikkinchi tüzimiz qana bo'ldi? Biz dedik, agar paralel bo'lsa, k1 teң bo'ldi, k2 teң bo'ldi. Agar bizda paralel bo'lsa. Demak, bizda paralel degan so'z bor. Demek biz nima yazamiz? K1 teң K2. Demek ikinci tüzümüz qana başlandı? Y teң. Biz K qancha teң? 3 teң. Mana. İkinci tüzümüz biz 3x qo'shilgan L deb başlandı. Endi bu 3'ni qaytib oldik. Bu paralel xususiyatini paydalanib oldik. Demek her qanday tüzde paralel bo'lsa, K sonlari nima bo'ldi? Bizda o'zaro teң bo'ldi. Endi bu chekni qilma. Bu biz x mənsi, bu biz y mənsi. Apırıb x o'rniga 2'ni y o'rniga 3'ni apırıb qo'yamiz. Y teң 3 teң 3 köpəydən x o'rniga 2'ni qo'yamiz, qo'shilgan l. Hesaplaymiz. 3 teң 3 2 6 qo'shilgan l. L tepishini qilamiz 3'dan 76'ni. Y l teң qancha bo'ldi? -3 bo'ldi. Demak, bizning tüzümüzün tengimisi y teң 3x - 3 bo'ldi. Şundan y-dan 3x - 5, y-dan 3x - 3 bu tuzlar o'zaro paralel. Kelasi biz buna misol m 2-3 chekni orqali o'tadigan y-dan 3x - 5 tuzga perpendikulyar bo'ladigan. Aldığımız misolimiz paralel bo'lgan, perpendikulyar. Perpendikulyar biz xususiyat paylaşmamız kerak. Qachon perpendikulyar bo'ldi? K1 ko'paytirilgan K2 teң bo'lib -1 bo'lsa, ikki tuz o'zaro bo'lib perpendikulyar bo'ldi. Endi bizda bergan tuzda K qancha teң? K1 teң bizda 3 ga. Shunday-ku. Demak,
Biz k birovni 3 ni qo'yamiz. 3 ko'paytirilgan k 2 teng bo'lib -1 ga. Shunda k birovni biz 3 ni qo'yatdik. Endi biz mesela k 2 ni topsak, k 2 bo'lib -3 dan 1 bo'ldi. Demek bizning ikkinchi tuzimiz qanday boshlanadi? Y teng tuzning formasi qanday? Y teng k x qo'shilgan lt. Bizning tuzimiz y teng -3 dan 1 x qo'shilgan l deb boshlanadi. Biz l son belgisiz, l son tepish qiyin emas. M chekitning x va y sonlarini foydalab l son tep olmayman. Shuni biz y o'rniga bir qo'yamiz. Teng -3 dan 1 ko'paytirilgan x o'rniga bir 2 ni qo'yamiz. Qo'shilgan l. Tak, endi bizda 3 teng -3 dan 2 qo'shilgan l bo'ldi. L teng -3 dan 2 so'g'u o'tkazdik. 3 qo'shilgan 3 dan 2 bo'ldi. Yoki teng bu 3 dan 2. Demak, berilgan tuzning tamomisi y teng -3 dan 1 x qo'shilgan 3 dan 2. Kelesi misal 3x ilana 2y plus 1 teng 0. 5x qo'shgan y minus 7 teng 0 tuzlarining qiyilish cheki deb alaydi. 10-chi qanday ishimiz? Ish uchun bu yerda shakl tengimidan qurilgan tengma sistemasini tuzib olamiz. Yani 3x ilg'an 2y plus 1 teng 0. 5x plus y minus 7 teng 0 deb bundaq tengma sistema tuzib olamiz. Tengma sistema deyishning usullarini bilasizlar. Bu yerda qo'sh usuli bor, o'rin almashtirish usuli bor. Men bu tengimni qo'shilib yeyishey. Onun uchun men birinchi tengimda y ni koeffitsiyenti -2, ikkinchi tengimda y koeffitsiyenti 1. Men buni 2 ko'paytirib berman. Shu chaqda birinchi tengimni o'z pechi yozamiz. 3x ilg'an 2y plus 1 teng 0 ga. Ikkinchi tengimni barliq a'zolarini bir-birlab 2 ko'paytsak 10x plus 2y minus 14 teng qanchaga 0 ga bo'ldi. Yani barliq a'zolarini qo'shay. 3x qo'shgan 10x 13x bo'ldi. Minus 2y plus 2y qo'shsak 0 bo'ldi. Plus 1 ga minus 14 ni qo'shsak minus 13 bo'ldi. Teng 0 ga. Bergan tengimiz 13x teng 13 ga, x teng qanchaga 1 ga. X ni 1 degan ma'nosida qolgan tengimizda x o'rniga olib qo'yib o'tsak bo'ldi. Ikkinchi tengimizga qo'yib ko'raylik. 5 ko'paytirilgan 1 plus y minus 7 ni o'z pechiga ko'chiramiz. 17 y teng 5 ni 1 ko'paysak 5 5 minus 7 minus 2 bo'ldi hisoblasak shu joyda minus 2 10 ga o'tkazsak plus 2 bo'ldi. Demak, berilgan tuzlar 1 da 2 bo'lgan qanaqa bir a chekiti deyim qildi qiyilishidi. Kelesi misal a chekiti 3 2, b chekiti 0 da 3 dan 1 chekitlardan chekitleri 2x ilan 3y qo'shilgan 1 teng 0 tuzga taalluq deydi. Demak, berilgan chekitlar bu berilgan tuzga taalluq deydi. Bu ish qilib qiyin emas. Birinchisida a chekitida 3 da 2 bo'lgan holatda bu yerda x'imiz qanchadan 3 dan, y'imiz 2 dan. Demak, abr bu sonlarni bergan tengimida x va y sonlarini o'rniga qo'yamiz. Shu joyda 2 ko'paytirilgan 3 minus 3 ko'paytirilgan 2 plus 1 teng 0 bo'lishi. Hisoblaymiz. 2 ga 3 6 ilg'an 6 plus 1 teng 0 ga. 6 6 0 qisqaradi, 1 teng 0 ga. 1 son bilan 0 son teng emas. Demak, a chekiti berilgan tuzga taalluq emas. A chekiti taalluq emas yoki yetmaydi deb yozsam bo'ladi. Yani b chekitini tekshirib ko'raylik. B chekiti koordinatasi 0 da 3 dan 1. Bu yerda nimchaliklar bo'ldi. X'imiz biz 0 ga teng, y'imiz 3 dan 1 soniga teng. Demak, bu sonlarni apirib, tengimizga berilgan x va y sonlarini o'rniga qo'yamiz. Shu chog'da 2 ko'paytirilgan x degan vaqtda 0 ni qo'yamiz. Ilg'an 3 ko'paytirilgan y o'rniga 3 dan 1 ni qo'yamiz. Plus 1 teng 0. Hisoblaylik. 2 dan 0 0 ilg'an ko'paytsak bu yerda minus 1 bo'ldi, plus 1 teng 0 ga. Minus 1 bilan 1 son 0 qisqarib 0 teng 0 bo'ldi. Demak, b chekiti bizda berilgan tuzga taalluq yetadi.
Kelesi bizim misalımız bulun koeffitsiyenti tepiş gerek. Eğer tuz mınaq iki türlük tanımlar berilse, ikinci halatda eğer tuz iki çekit arqı ötse. Bunaqda birinci şart boyunca iş vereli. Bulun koeffitsiyenti dediğimiz o k sani. Eğer bize 3x qo'shilgan, keçirse minus 4y plus y'de teng 0 türü berilse, bu yerda bulun koeffitsiyenti tepiş hech qanday qiyin emas. Minus 4y teng minus 7 minus 3 x deb yozamiz. Endi barlig'ini minus 4 bölüymiz. Shu chaqda bo'ldi y teng minus 7 minus 4 bölgandan keyin bizda mana plus bo'ldi. 4 7 plus 4 3 x bo'ldi. Demak k qanchaga teng? 4 3 ga teng. Ya'ni x ning koeffitsiyenti bu bizga k. Kelesida bizga y teng 7 x minus 2 ga berilsa, k bu yerda 1 dal qanchaga teng? 7'ye teng. Mana k sani. Endi bize ikinci halatda, yani 2 çekit arqı ötse, a çekiti bize 2'de 3, b çekiti bizde 4'te 4 deydi. Bunun koeffitsiyenti k teng, formulası yaxshilab bilib olaylik. y2 ilg'an y1, x 2 ilg'an x1. A çekiti bunu x1'de y1'de qo'yaylik, bunu x2'de y2'de qo'yaylik. O'rni qo'yaylik. 4 ilg'an 2, kelsa 4 ilg'an 3. Tam bu yerda 4'ni 2 alsak 2, 4'ni 3'ni alsak 1, 2'ni 1 bilsak 2. Demek bu koeffitsiyent qanchaga teng? 2 ga teng. Shuna hurmatli do'stlar, bugungi darsimiz oyoqlashdi. Barlarga diqqatingizga ko'p rahmat. Sog' salomat bo'linglar.